Bitta narsasiga ahamiyat beringlar. Qizil shag'am bo'ladigan bo'lsa, beti open bo'ladi, beti close bo'ladi. Yashil bo'lsa, pasti open bo'ladi, tepasi close bo'ladi. Endi switch bo'yicha sizlar mendan xudo xolasa yaxshi bilsanglar kerak, chunki bozordasizlar, misol uchun hammamiz bozorda bilamiz. Endi qaranglar, engulfing nima degani? Engulfing misol uchun ana sidobni switch degani. Xo'p, qayerda? Men mana shu narsani line chart bo'yicha ko'rsatib beraman. Bozor tushib kelyotdi, sapr qarshiligi uchratdi, mana bu nuqtadan ketdi. Xuddi mana double M, double top modellarini bilasizlar-ku, misol uchun, to'g'rimi? Misol uchun kimdir klassika bilan ishlaydigan bo'lsa, RR qildi, SS qildi deysizlar-ku, xuddi shuni shag'am ko'rinishi variantda tasavvur qiling. To'g'ri, sizlarda vizualizatsiya kuchli bo'lishi kerak-da, sizlar narxni qabul qilishinglar oson bo'lishi kerak. Xo'pmi? Endi qaranglar, shu narsani biz M15 da ko'rdik. Xo'p, bu narsani ideal varianti qanaqa? Ideal varianti tepadagi shpilkani buni tanasi yopgan, pastdagi shpilkani esa mana bu shpilka yutgan. Tushunarli? Qaranglar, bu точка вход degani emas. Tushunarli? Bu точка вход degani emas. Boyaga RBS, SBR zonamiz bor-ku, o'shini tipi nima deyapti? O'sha zona aktiv. Agar slom struktura M1 da, yana eslatib o'taman, M1 da ko'rsang, enter qilgan jigar deyapti. Tushunarli? Xo'p, ketdi. Bozor bizaga mana kartinka M15 bo'ladigan bo'lsa, bozor ko'tarildida M1 da kelyapti. M1 da misol uchun nima bo'ladi? Biz zona olamiz. Xo'p, qatgacha. Minimum qizilni o'rtasini olaylik. Xo'p, support obnovleniya bo'lmayapti-da, nima bo'ldi? RBS qilib qo'ydi. Hali shoshilmaymiz точка входga. Nega? Chunki bu bir marta yordi, xolos. Bizaga yorgan bo'lish kerak. Tushunarli? Bo'ldi. Nima bo'lyapti? Bizada obnovleniya bor. Bitta slom bersa bo'ldi, kiramiz. Stop qayerda? Stop mana shu shpilkani pastida. M15 da oladigan bo'lsanglar, katta time frame da oladigan bo'lsanglar, iloji boricha eng yaqin strukturani stopini tanlaganinglar ma'qul. Tushunarli? Xo'p. Bizani tepa qat bo'ladi, eng yaqin resistinggacha bo'ladi. Xuddi mana bu yerdan kirib, misol uchun mana bu yerda save qilib, mana bu yerda kimdir ushlab turgan bo'lsa, kimdir menga qo'shilib bay olgan bo'lsa, sekin o'sha save qilib olsanglar bo'ladi, chunki bizaga o'sha narx qancha ko'tarilib berdi. Salkam mana jonli savdoda 60 misol uchun ushadik, bitta ham zarari ketgani yo'q, sirasi foydada. Mashalloh. Endi men o'zimga kerakli summani ishlaganim uchun save qildim, chiqdim. Xo'p, endi qaranglar. Hozir xuddi shu kartinkani biz nima qilamiz? M15 da bitta ko'ramiz. M15 da bizada bormi engulfing hozir misol uchun mana shu joyda? Akalar? Bormi engulfing? Hozir siz bor. Mashina olsak bo'ladimi? Nima deb o'ylaysizlar? Bo'lam. Men buni olmaymiz. Nega buni shpilkani bu yutmagan, tushunarli? Xo'p, endi qaranglar. Xo'p, o'sha yoqqa kelyapti-da, bizga nima bo'lyapti? Boyaga siz bergan kartinkam. Qaranglar, W ga o'xshayaptimi? Ko'tarilib ketgan-ku. O'xshayaptimi boyaga siz bergan narsamga? O'xshayapti. Xo'p, endi bizda nima bor? Bizga точка вход moment bo'ldi, to'g'rimi? Xo'p, qayerdan bildik? M1 da просто mana line chartni sal yaxshi kuzatganimiz uchun ikkita reysni obnovleniya qildi, bo'ldi. Men o'sha точка qildirdim, o'sha $2000 sizlar bilan ishlab chiqib ketdim. Real shotlarning qanaqasini hammasini o'zingizlar ko'rdinglar. Undan oldingi shotlarni ham ko'rsatdim, muammosi yo'q. Endi qaranglar. Xo'p, buni tushundik. Bitta narsaga juda ham katta ahamiyat berib qo'yasizlar. Kim qaysi brokerni использовать qiladi? Kimdir Forex.com, kimdir Oanda, kimdir har xil brokerlarni использовать qiladi. Nima demoqchiman? To есть, mana bu yerda Forex.com turibdi. Xo'p, endi bunda misol uchun deylik, mana shu kartinkani bitta chizib beraman-da sizlarga. Shpilkalari o'zgarishini ko'rasizlar. Qaysidir jihatda shpilka o'zgardimi? Qayerda kim aytadi bizga misol uchun? Pastroqdagi o'zgardi. Boyaga qaranglar. Boyaga o'sha shpilka pastda, imametdagi shpilka nima bo'lyapti? O'sha o'zgaryapti. M15 da boshqa kartinka edi, to'g'rimi? Esinglarda, M15 da mana Forex.com da nima bo'lyapti? Bunda nima bo'lyapti? Ana ko'rdinglarmi? O'sha boshqa kartinka, bundan boshqa kartinka. Endi qaranglar. O'andagi o'tyapman-da, nima bo'lyapti? Unda вообще o'zgarib ketgan. O'sha mana bu yerda shpilka yo'q. Mana bu вообще tushib ketgan, bu umuman boshqa kartinka ko'rsatyapti. To есть bu nima degani, akalar? Bu to есть kimdir oramizda svecha bilan, to есть mana qanaqadir svecha tasdiq bo'lib ishlatadi, qanaqadir misol uchun o'zining ideologiyasi bor, to есть svecha bilan, misol uchun oddiy поглощениyani ishlatadi. To'g'ri broker tanlab, to'g'ri entry qilasizlar, muammosi yo'q. Agar brokerda adashadigan bo'lsangiz, shpilkani o'ynatib yuboradi, sizni faqat stopingizga ishlaydi. Tushunarli? Misol uchun shu joyga ham ahamiyat berib qo'yasizlar. Endi oramizda kimdir candle, yaponskiy svechalar bilan cho'tki ishlaydigan biratlar bo'lib qolishi mumkin. O'shalar uchun endi tipa как life hack degan narsa. Xo'p, ketdi. Engulfingni ko'rdik. Misol uchun engulfingni ko'rdik.
Engolfinni ko'rdik. M1da bizaga yana endi strukturani yanada chuqurlashtiramiz. Любой bitta misol uchun mana любой bitta joyi olamizda bizda ko'ramiz misol uchun narx flat holatida turibdi. Xo'p, flat holatida turibdi-da, bitta обновление qilib qo'ydi. Deylik misol uchun mana данный moment M1da mana bu narsa. Qaranglar. Misol uchun mana shu oralig'ini полностью olsak bo'ladi. Misol uchun bu kichkina scalping uchun просто tasdiq topasizlar xolos. Tushunarli? O'sha narsani просто tushuntirib qo'yapman. Sizlarga qaranglar. Kimdir mana buni korobka deb oladida, kimdir korobka deb oladida, RBS qilsa bo'ldi, kirib ketaveradi. Biz qachon kiramiz sizlar bilan boya aytib o'tganimdek? Yorgan. To'g'ri. Men 2 marta обновление qiladi, keyin biz уже kiramiz. Nega? Chunki men sizlarga aytayapman, bozor просто hazillashishi ham mumkin-da. Qanaqasiga? Masalan, endi jaydar tilida tushuntiryapman. Bir marta narxi ko'tarib qo'ydi-da, aytadi, "Qani, mana shu narxda bitta sotib ko'raylik" deydi-da. Aras menga o'xshagan недовольный klientlar bo'ladi-da, nima deydi? "Okey, вообще qimmat-ku, olmayman" deydi. Masalan, просто vizualizatsiyani yoqamiz. Savdolashishimiz juda ham oson bo'ladi. Nega? Chunki biz sizlar bilan oddiy bozorning tushunchasi, oddiy qo'pol qilib aytgan narx qabul qilish jarayoni. Bizda nima bo'lyapti? Bizda tipi qimmatli qilyapti-da. Nima bo'lyapti? Bir marta misol uchun kimdir switch bo'yicha ishlaydigan bo'lsa ham nima bo'lyapti? Open, close, lower low, higher high. To есть nima degani? Bu eng maksimal nuqta borib kelgan, eng minimal nuqta borib kelgan. Xuddi mana M1da eng maksimal borib kelgan nuqtani nima qilish kerak? RBS qilish kerak. To есть yorish kerak. Ana o'shandan keyin biz sizlar bilan nima qilamiz? Ana undan keyin kiramiz. Bir marta yorganiga kira olmaymiz. Ko'pchilikda bitta xato bo'ladi. Bir marta yorganiga bo'ldi, ketadi deb kiraveradi. Bu narsa noto'g'ri. Qaranglar. Misol uchun yana bitta narsa, kimdir tilla rosa ko'p flat holatiga tushadi. Endi sizlarga qaranglar, eslari xudo xolosa tushundinglar, time frame, engolfinni hammasi tushundinglar. Unaqa ortiqcha narsa yo'q. Slom struktura ko'rdingizmi? Tasdiq bormi? Bo'ldi, kiring. Qizig'i yo'q. M1da bitta slom beryaptimi? Bo'ldi. Misol uchun o'sha RBS qilyaptimi? Bo'ldi, kiramiz. Hozir ishlab ham ko'rsatdim. Unaqa qiyin narsa yo'q. Просто bizning miyamizda u narsa qiyin bo'lishi mumkin. Atak bozorda o'zingizlar ko'rdinglar. Sizlar ham qila olasizlar, men ham qila olaman, ali ham, vali ham bemalol qila oladi. Yana bitta narsa qo'shimcha bo'ladi. Endi bu bizga nima? Endi bu bizga korobka. Xo'p, korobkani ko'pchilik aytadi, misol uchun mana tilla rosa ko'p bo'ladi. Tilla rosa ko'p. Katta time frame ham, kichkina time frame ham. Nima bo'ladi? Bitta обновление qiladi-ku, RBS qilgandan nima qiladi ko'pchilik? To есть korobkani bir tomonga yorgandan keyin, ustiga qaytib kelgandan keyin yorgan tomonga qarab kirib oladi, to'g'rimi? Ha, endi qaranglar. Biz sizlar bilan nima qilamiz? Biz sizlar bilan korobka ichiga bitta narsani tushuninglar. Ketadigan narx doim uchidan ketadi. Ichkariga g'ijimlanib tushib o'tirmaydi. Xuddi boya men sizlarga aytganimdek bori, ana 3-lastimizga tushib o'tirmaydi. Xo'p, nima bo'ladi? Ketadigan bozor uchidan ketadi. Rassiz ko'ryapsizmi? Korobkani ichiga kiryaptimi? Slom bitta beradi-yu selga. Bo'ldi, sel olamiz. Qayoqqacha? Bu yoqqacha. Deylik, pastda обновление qildi, bitta slom RBS qildimi? Bay olamiz. Qayoqqacha? Bu yoqqacha. Bunda bitta обновлениеda kirsangiz bo'ladi. Faqat korobka bo'layotgan holatida, boshqa holatda emas. Hozir endi misol uchun qaranglar-da, bizda hech qanaqa flat bo'lmayapti. Lekin misol uchun ilojim yo'q, bitta tarixdan sizlarga ko'rsatib beraman. O'zim o'sha joydan bayga ochganimni, 100 lot ochganman. Ko'rsatib beraman screenshotda ham qanaqa emotizda. Biza mana bu narsani korobka deb olsak bo'larmidi? Bo'lardi, to'g'rimi? Rosa g'ijimlandi tilla, to'g'rimi? Yordi, hamma qaytib kelganda nima qildi mana bu zonadan? Sel so'gan. Nechtagan o'zingizlar bilasizlar, nechta hamma qo'pol qilib aytganda bitta biza qo'pol qilib aytganda Begzod aka undan ham pastidan bay olgan, biz o'sha joydan bay qo'shilib olganmiz. Nega? Chunki bu явный narsa, struktura hali hech qanaqa selga o'zgargani yo'q. Boya ham xuddi qo'pol qilib aytganda 3 ta zona ko'rsatdim-a. 3 ta zona bo'yicha ham tushuntirib beraman, hozirgi o'tayotgan korobka teman bo'yicha ham tushuntirib beraman. Qaranglar. Bu yerda nima bo'lyapti? Bu yerda bizda maksimal minimal sena bor, bir marta обновление qilyapti. A bizga nima kerak edi? Обновлениеni yorgan bo'lish kerak edi, to'g'rimi? Va qaytib chiqqanda rezistan обновление qilmasa, slom struktura bersa, keyin selga kiramiz. Stopimiz qayerda? Stopimiz mana bu yerda, to'g'rimi? A bu yerda nima bo'lyapti? Bu yerda oddiy, mana qaranglar, oddiy line chartga olaman. Bir marta yoryapti. Nima bo'ldi? Pastda sapr обновление bo'ldimi? Yo'q. A nima bo'ldi? Bitta rezistan, ikkita rezistan обновление qildi, keldi. Nima qilish kerak?
Enter qilamiz. Xo'p, qaranglar. Bu M30 da. M30 da bizning stopimiz nima bo'ladi? Mana bu yerda bo'ladi. Slishkim katta stop. Misol uchun, menga bunaqa stop yoqmaydi. Nima qilamiz? Qaysi time frame ga o'tamiz? Boyaga aytganim bo'yicha M30 bo'ladigan bo'lsa. M5 ga o'tamiz. M5 ga o'tamiz. To'g'ri, krasavchik. Qaranglar. M5 ga o'tamiz. Bizada nima bo'lyapti? Bizada mana o'sha pozitsiyada nima bo'lyapti?